Assalomu alaykum. Loyihamizni tarkibi haqida tushuntirib bermoqchiman. Xo'p, biz qanday loyiha chizamiz, qanaqa ketma-ketlikda nimalar topshiramiz? Birinchi o'rinda lokatsiya orqali qiblani aniqlashtirib olamiz. Qo'shnilarni qanaqa joylashgani hammasini o'rganamiz. Tapa syomka qilib berganingizdan keyin tapa syomkaga moslashtiramiz va eskizlar boshlanadi. Siz qaysi etajda qanaqa xonalar xohlaysiz yozib olinadi va o'zimiz ham tavsiya beramiz, plan chizayotganini ham ko'rsatamiz variantlarni va eskizlar boshlanadi. Eskizlarni variantlarni chizib bularni ichidan ma'qul bo'lgan ikkita variantni sizga ko'rsatamiz, ya'ni tanlashingiz osonroq bo'lishi uchun. Xo'p, ana undan keyin ikkita variant yuborganimizdan keyin siz o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. To'g'rilaydigan joylar bo'lsa, yanada to'g'rilab balandliklarni kelishamiz siz bilan. Oxiri mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mijozimiz bilan kelishgan holatimiz. Tasdiqlangan variant. Plan tasdiqlangandan keyin mana podval, birinchi qavat, ikkinchi qavat. Bu tasdiqlangandan keyin buni ishchi chizmalari tayyorlanadi. Parallel 3D ko'rinishlari ham tayyorlanadi. Xo'p, ishchi chizmalarida nimalardan tashkil topgan? Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Quruvchilar uchun kerakli hamma ma'lumotlar bor. Gen plani, meblerovka podval, birinchi etaj, ikkinchi etaj va bu yerda kotlovan qanaqa razmerda, qanaqa chuqurlikda bo'ladi, u ko'rsatiladi. Podushka bu yerda chizmalari, bu yerda razrezlari, qanaqa chuqurlikda qazilishi kerak, qanaqa qo'yilishi kerak podushka. Podval razmerli plani bu yerda devorlarning qalinliklari, regl balandliklari va vichkalarni qayerda plastmas, qayerda asbest truba tashlab ketish kerak, razmerlar bilan qo'yiladi. Podvalni usti, ya'ni ora yopma. Bu yerda qayerda plita, qayerda monolit bo'ladi. Sanuzellarni hisobini olib ketib, biz odatda joy tashlab ketamiz, ertaga plita teshilmasligi uchun yoki monolit tashlab ketamiz. Birinchi etaj qayerda, misol uchun polni razmerlari beriladi, uni ustini yopmasi. Qayerda to'sin, qayerda plita, qayerda monolit, xuddi mana shu ko'rsatiladi. Ikkinchi etaj uni ustini yopmasi, razrezlari qayerda qanaqa balandlikda bo'lishi kerak va yana bitta razrez tom o'lchamlari bilan to'liq ko'rsatilgan bo'ladi. Fasad chizmalari qanaqa tiyaga ishlatiladi, qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Orqa tomon fasad, ko'cha tomon fasad. Agar sizda yon tomonlari bo'lsa, yon tomon fasadlari ham chiziladi. Xo'p, nechta oyna, nechta eshik va qanaqa tiyaga ishlatiladi, qayerga raqamlashtirib berilgan bo'ladi. Proyektdagi bilan bir xil chiqishi uchun. Endi buni 3D ko'rinishlarini ko'rsataman. Mana. Xuddi mana shunaqa bu yasab chiqiladi. Atrof muhitlar bilan qo'shningiz uylarning hisobini olib, qanaqa holatda turgan bo'lsa, polni mana shunaqa yasab chiqamiz. Har bitta joyi shunaqa ishlab chiqiladi. Orqa tomonlari. Xuddi shunaqa yasab chiqilgandan keyin agar mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, letniy kuxnялari, hamma narsasi to'liq holatda yasab ko'rsatib beriladi. Mana hovlida sanuzellar joylashgan. Landshaftlarning shakllari, ko'rinishlari hammasi mana shunaqa yasab chiqiladi. Hayotda qanaqa qurilsa, xuddi shunaqa. Va buni rasm holatini ko'rsatib beramiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana 3D yasalgandan keyin xuddi mana shunaqa rasm holatiga keltirib beriladi. Ya'ni bitgandan keyin uyingizni to'liq ko'rib tasavvur qilib olishingiz uchun. Mana shunaqa holatda. Har bitta joyi o'sha hayotda qanday qurilgan bo'lsa, xuddi shunday yasab chiqiladi. Mana shunaqa orqa hovlilari mana. Har bitta joyini mana ko'cha tomonlari bemalol bitgandan keyin qanaqa bo'lishini tasavvur qila olasiz. Tepadan mana ko'rinishlari. Demak, tayyor holatda mana shunday albom qilib pechat qilib beriladi, ya'ni render ko'rinishlari va ishchi chizmalari tayyorlab beriladi. Mana shunday. Endi mabodo ba'zilar kerak desa, konstruksiya smetasini ham qilib beramiz.
Ya'ni bu qo'shimchasiga yana alohida xizmat bo'ladi. E'tibor berasizlar, bu yerda har bitta bo'lim hisoblab chiqiladi. Misol uchun armatura qancha ishlatiladi, qayerda nechtali ishlatiladi. Mana kotlavanni podushkada, ya'ni kolonnalarda yuk tushishiga qarab turib, kuchliroq yoki yengilroq armatura berib chiqiladi. Hop, keyin bu yerda ko'rishimiz mumkin, betonlar hisoblangan. G'isht nechta ketishi shunaqa alohida hisoblangan, shunaqa mehnati bor. Oxirida qo'shimcha shunaqa albom beriladi, mana tayyor bo'lgan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, podushkaga nechtali armatura ishlatasiz. Kolonnalarga podvalda nechtali ishlatiladi, mana nechta donadan qo'yish kerak. Hop, birinchi qavatda nechtali bo'ladi, ikkinchi qavatda qanaqa bo'ladi, regellarda qanaqa ishlatiladi mana. Va o'shalarni hisoblab bu yerda ko'rsatib bergan bo'lamiz. Mana beton kubasi, demak, g'ishtlarimiz qancha ketishi, armaturalarimiz necha metr, nechta dona ketishlarigacha shuni hisoblab beriladi. Bu demak qo'shimcha xizmat kerak bo'lsa. Loyihalarimizni tarkibi xuddi mana shunday.